Assalomu alaykum Yandexchilar, xo'ranglar. Charchamayapsizlarmi? Bu Yandex degan kompaniya hech qachon o'zini voditellarini qadriga yetmaydi-da. Boyaga постоянный liniyada yurib, ishlab, pulni topib, klientlarini olib borib olib kelib yurgan voditellarni qadriga yetmaydi. Bonus bermaydi. Chala ishlab chiqib chiqmay VBga o'tib qaytib yurgan voditellar bo'lsa, o'shalarga bonuslar berib, bu narsalar qilib, o'sha bu yoqqa olib kelishga harakat qiladi, yana qaytarishga. Sen oldin o'zingda ishlayotgan voditellarni rozi qilib, cho'tki qilib bonus berib qo'y. Maza qilib ishlasin hamma voditellar, o'sha ishlab yurganlar. Qur'oni u yoqdan bu yoqqa sakrab yuradiganlarni tortmasdan. Yandex hech qayerda ham voditellar qadriga yetmagan, Rossiyada ham, O'zbekistonda ham yetmaydi. Bu shunaqa kompaniya bu. VB taksi kelgani zo'r bo'ldi. Hatto bizga masalan menga bermagan bo'lsa ham, boyagi zakaz soniga bonus 25 taga masalan 1 million 300 ming qancha o'shanisini bermagan bo'lsa ham VB kelgani yaxshi bo'ldi. Endi hatto qanaqadir konkurensiya bo'ladi. Konkurensiya bo'lmasa Yandexga, Yandex xohlaganini qiladi. Koeffitsiyentlarni ham tushirib tashlaydi. Zakaz sonini hisobiga ertaga davlatga отчет berganida biza deydi, avtobusda yuradiganlarni ham taksida tashishga to'g'ri kelib qoladi-da, 5 ming, 6 ming, 9 ming, 10 mingga tushib qoladi boyaga nimalar. Narxlar. Shuni hisobiga zakaz ko'payadi va o'sha отчет qilganda, отчет davlatga topshirganda biza mana deydi. Necha yuzdir milliard zakaz tashiganmiz. Shuning uchun biza davlatga foydamiz tegyapti deb отчет beradi. O'shaning uchun Yandexni o'zi qolgani ham yaxshi emas. VB taksi mana qo'shildi, yaxshi bo'ldi. Wildberries'da taksi servisi ochildi O'zbekistonda. O dekabrdan beri ishlayapti. Shunaqa gaplar. Tinch bo'linglar.